Alvida Messi. Kuni kecha terma jamoada Messi uyidagi oxirgi o'yinini o'tkazdi. Monumental stadioniga ko'z yosh bilan tashrif buyurgan muxlislar ajoyib xayrlashuv kechasiga guvoh bo'lishdi. O'yinni boshdanoq ko'z yoshlarini to'xtata olmagan, yosh bolalar bilan oxirgi marta mehr bilan xayrlashayotgan Messi oltin davr tugashi qanchalik og'irligini ko'rsatib turardi. Chiroyli boshlanishning afsonaviy tugashini butun jamoa qo'llab turdi. 39-daqiqada Alvares ikki himoyachini aldab to'pni Messiga uzatdi. Messi esa darvozabon hamda himoyachilar tomonidan oldindan to'silishini bilgan holatda to'pni basketbolchilarga o'xshab shundoqqina bo'yligidan ilib qo'ya qoldi. 76-daqiqada Lautaro tomonidan urilgan goldan so'ng 80-daqiqada Messi oxirgi golni ham o'z hisobiga yozib qo'ydi. Shu yil oxirigacha Messining yuzi tushirilgan pul birligi Argentinada qonuniy yo'lga qo'yildi.